Bilasizlarmi? Onkologiya, ya'ni rak kasalligiga shifo allaqachon topilgan. 1921-1924 nemis olimi Otto Warburg tomonidan rak, ya'ni onkologiya va boshqa kasalliklar kislotali muhitda tez avj olishini, ishqoriy muhitda esa rivojlana olmasligini isbotlagan. Lekin odamlar boshqa joylardan kasallik davosini izlab yurishadi. Biz suvni juda kam ichamiz. Yeyotgan ovqatlarimiz go'sht, sut mahsulotlari va boshqa har xil shirinliklar bizda organizmda kislotali holatni, muhitni yaratadi. Endi biz yeyotgan ovqatlarimiz, ichayotgan ichimliklarimiz bilan organizmimizda kislotali muhitni yaratayotganimizni bilganimizdan keyin tezroq iloji boricha o'zimizda ishqoriy muhitni yaratishda harakatga tushishimiz kerak. Kommentariyada suv so'zini yozib qoldiring. Men sizlarga qanday qilib organizmda ishqoriy muhitni yaratishni o'rgataman.